qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgunda hukumat televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Nikki Haley Xitoyning Amerika duch kelgan eng kuchli va eng yomon dushman ekanligini aytdi. Xitoy ochiq-oshkora Amerikaning siyosiy sistemasiga singib kirgan. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Amerikaning 2024-yillik birdan-bir ayol prezident kandidati, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq elchisi, Janubiy Karolina valisi Hindiston Amerikalik Nikki Haley Cuma kuni Cumhuriyetçi Partiyasi va uning qo'llovchilarining eng muhim yillik faoliyati bo'lgan muhofizkor siyosiy harakat yig'inida davlatning tashqi siyosatiga markazlashdi. U Amerikaning sotsializmga yengilishi va Amerikaga qarta dushmanlikning oldini olish uchun prezidentlik saylamiga nomzod bo'lganligini, Bayden hokimiyatining amerikaliklarga qonunsizlik, besim, yo'qsizlik elib kelganligini aytdi. Nikki 3 fevral kuni Newsmax televiziyasining ziyoratini qabul qilib, Amerikaning o'zini o'ch ko'radigan davlatlarga yordam bermasligi kerakligini ta'kidlab, hokimiyat beshidagi Demokratlar partiyasini sotsialistik partiya deb atadi va kommunistik Xitoyning Amerika duch kelgan eng kuchli va yomon dushmani ekanligini o'tirib qo'yib, yaqindala Xitoy jasuslik shahrining Amerika osmonida razvedka qilganligini tilga olib, Amerikaliklarning osmonida bundaq bir jasuslik shahrini ko'rishini o'ylabmi boqmagan ekanman. Bu bir milliy nomus. Xitoy bizning eng kuchli va qattiq yomon dushmanimiz. Biz ilgari bundaq dushmanni ko'rib boqmagan. Baydenning Xitoy bilan birga bo'lishiga hayron qolaman. Amerika tuproqlaridagi 380 ming mo yerda Xitoyning shirkatlari bor. Ba'zilari hatto harbiy bazalarimizning yanida. Biz dushmanimizga zaminimizni berib turmasligimiz kerak edi. Ham Xitoyning, ham Amerikaning bir vaqtda pulini olishga bo'lmaydi. Biz ittifoqdoshlarimiz bilan hamkorlashishimiz, Xitoyni olg'a ilgarilatmasligimiz, Tayvanning yanida bo'lishimiz kerak. Xitoy Rossiyaga o'limchil yordam qilmoqchi bo'layotdi. Harbiy jihatda kuchli bo'lgan bir davlat urush qilmay urushni to'xtatadi. Xitoyni to'xtatish, jazolash, Ukrainani g'alaba qozondirish kerak. Rossiyaning boshqarilgan bombani Janubiy Koreyadan uchquchsiz aeroplanlarni Erondan elishi nachar bir signalni tushundirdi. Ularning askarlarining o'rtacha yoshi taxminan 65 yosh bo'lib, necha minglagan askarlardan ayrilib qoldi. Putin o'zining avar bo'layotganligini biladi. Biz ittifoqdoshlarimiz bilan hamkorlashishimiz, Ukrainani o'q-dori bilan ta'minlab, Xitoyga kuchli inkos qaytarishimiz kerak. Agar Ukraina mag'lub bo'lsa, Xitoy Tayvanni ishg'ol qiladi. Rossiya ko'zini Polsha va Baltiklarga tikadi. Dunyoda urush portlaydi. Biz dunyo urushi portlashining oldini olishimiz kerak dedi. Xitoy ochiq-oshkora Amerikaning siyosat sistemasiga singib kirgan, ammo Amerika axboroti buningga diqqat qilmagan. Kundalik chaqirg'uchi xabar torining 1 mart kunidagi xabarida aytilishicha, Amerika axboroti 10 necha yillardan beri erkin bo'lsa-mu, hozir xabarchilikda haqiqatlarni aks ettirolmaydiganligi yangi ahvol. Xato ma'lumotlarga qarata ogohlantirishlar bilan birga, bugungi kunda asosli taratqular sodir qilayotgan texnik keng xato uchurlarga intayin oz diqqat berildi. Zamonimizdagi eng chong voqea Xitoy Kompartiyasining Amerikadagi nurg'ulg'an dangliq organlar va shaxslarni o'rtaq tanlashidan iborat. Kishilik huquqqa sodiq davlat bo'lgan Amerika hozir qulluq emgak lagerlarini boshqarayotgan Xitoy bilan erkin savdo qilyotidi. Bundaq bo'lganda qandoq bo'ladi? Bu astoydil va muhim bo'lgan taratqular aron ta'sida javob beradigan bir savol. Niyati yaxshi bo'lgan Amerikaliklar erkin savdoning Xitoyni erkin qila oladiganligiga, arzon mol bilan ta'minlashning Amerika oilalariga yordam bera oladiganligiga ishonadi. Amaliyotda erkin savdo Xitoyning yuksalishi uchun yiqilg'i bilan ta'minlaydi. Hammadan yomoni bu siyosatlar Amerikani amonliq, sayya bo'libmi ajablanarliki harbiy soha qatorliq keraklik bo'lgan mahsulotlarda Xitoyga tayandirib qo'ydi. Texmi keng ma'nodan aytganda, ilgari jo'sh urib rivojlanayotgan nurg'ulg'an Amerika jamiyatiga ziyon yetkazdi va Amerikaning siyosiy tuzilmasini ostin-ustin qilyapti. Bir taraf taraqqiy qilgan erkin savdo nazariyasi, yana bir taraf yo'lsizlik va qul emgaki bilan buzilgan sistema bo'lganlikdan ikki taraf o'rtasida erkin tijorat nazariyasining yurishmaydiganligi ma'lum bo'ldi. Amerikaning rahbarlari yaxshi niyati bilan bu siyosatni o'ynayolmadi. Bu yerda iqtisodiy va siyosiy to'qinish mavjud. Nurg'ulg'an amerikaliklar shirkatlarini Xitoyga yutkab milliard dollar pul topdi. Wall ko'chisimi hamma narsani mablag' solib nurg'un pul topdi. Ba'zi Amerika shirkatlari va sarxil qurilishlar Xitoyning manfaati tarafidan tanlandi.
Xitoy Kompartiyasi Amerikalik siyosatchilar va savdo rahbarlarini ta'sir ostiga elish kuchiga ega. Nurg'ulg'an Amerikaliklar Xitoy Kompartiyasi axborot xodimlari tomonidan nishonlanganligini bilmaydi. Savdoda g'alaba qilish va ikki davlatni bir-biriga yaqinlashtirish xayoli ularni asir qildi. Kundalik chaqirg'uchi fondidan Filip Lenchiki Harvardning Beijing akademiyasida o'qigan. Xitoyga 20 yildan beri berib kelib turgan. 6 yil muntazam Xitoyda yashagan. Xitoy tili va kulturiga pishiq bo'lib, Amerika axborotining yetishgan muxbiri. U qisqa vaqtda kishini hayron qoldiradigan narsalarni tepib chiqdi. Oldi bilan u Kaliforniya Demokratik Avom palata a'zosi Jodi Chuning Xitoy axborot oldingi sepiga tava bir qancha shaxsni o'z ichiga olgan bir tashkilotning faxriy raisi sifatida 10 yil xizmat qilganligini oshkorladi. Yana biri yaqinda Baydenning Sharqi G'arb bankisining bosh ijroiya amaldori Dominik Nigni Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'inida Amerikaga vakil bo'lib tayinlanganligi bo'lib, har ikkala guruhga Xitoy istixborotining tirishchanligi bilan qurilgan. Amerika rahbarlarining bu ikki Xitoy axborotining guruhi bilan munosabat o'rnatishi albatta cho'ng bir voqea. Ammo hamkorlashgan axborotning buning bilan kori bo'lmadi. Cumhuriyetçiler Partiyasining parlament a'zolari Lenchikning doklad natijasini tekshirishni talab qildi. Demokratchilar paketni butunlay nazardan saqit qilib, hamma ishni irqchilikqa bog'ladi. Diqqat qilishga tegishli yeri shuki, Lenchki dokladida azaldan Nig va Chuning Xitoy Kompartiyasining amrini bilib turib beja keltirayotganligini tilga olib qo'ymadi. Ikkili taraf Xitoy axboroti bilan zich bog'lanishliq, ammo Amerikaning yuqori darajalik rahbarlarining kun sayin rəhimsizləşiyotgan Xitoy kommunistik dövləti üçün təklif beriyotgan partiyalar bilan bo'lgan munosabatini inchiklab tekshirishga arziydi. Taratqularning hech qaysisi Nig va Chuga besim qilmagan. Xitoy Kompartiyasining Amerikadagi ta'sir kuchi ular qiziqadigan hikoya emas. Lenchkining dokladini irqchilik bilan ayblaguchilarga NBC xabarlaridan boshqa axborot vositalari baho bermadi. Lenchkining Nig va Chuga qarta qayta o'tirg'a qo'ygan axborot formasi mag'lub bo'ldi. Amerikaning pul muomala va siyosiy rahbarlari Amerikaning o'rta qatlamini nazarda tutib, Xitoy kommunistlariga yordam beradigan siyosatlarni yo'lga qo'ydi. Wall ko'chasi gazeti, Washington pochtasi va New York vaqt gazeti qatorliqlarni o'z ichiga olgan Amerikaning nurg'un asosli axborot vositalari uzun yil Xitoy Kompartiyasining tashviqotini yurgizish uchun $1 million xarjladi. Yaqindan buyon Punch, Bowl va Playback Axios qatorliqlarni Xitoyning yordamini oldi. Semaforma Xitoyning ta'siri ostidagi bir guruh bilan hamkorlashdi. Balki bu axborotlarni pul emas, balki irqchilik va Osiyo o'chmanligi qatorliq ilmiy hukmlar palachga tushirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ammo shunisi aniqki, Xitoy qattiq qo'lliq bilan amerikalik rahbarlarni va o'rinlarni nishonladi va g'alaba qildi. Axborotlar buni bilib turib qo'lga olmasa, biz cho'qim qo'lga olamiz. Kundalik chaqirg'uchi kunda 15 milliondan ortiq o'qirmanlarga xabar tarqatadi dedi. Mustaqillik masalasini quyosh misoli ism va jism bilan vujudga keltirishga tegishli istiqbol o'rnida ko'rmasdan ömür hayotni bebelashtirib o'tilgan atalmish siyosiy analizlarni, safsataviy utopiyalarni bahona qilib, eg'izdan chiqqan o'rga o'xshash muomala qilib o'tkazgan, xalqni so'z o'yiniga bo'g'ib tashlatish orqali yatlashgan ideologiyasiga bo'lgan sadoqatini ifodalashdan kayflanib yashagan va shu yo'lda qurbon bo'lgan bu bechora qahramonlar milliy tarixning yuziga tushgan o'chmas va o'chirgili bo'lmas dog' bo'lishdan boshqaga yaramadi. Uningdanmi xatarlik bo'layotgani bu dog'ning bugunmi farqli melodiyalarda takrorlanishiga yo'l qo'yishimiz. Ishning shakl va majra qismiga chepilib qilib, mohiyatini va orqa ko'rinishini butunlay diqqatdan saqit qilishimiz bo'lmoqda. Darvaqa, muhabbat va nafrat, haqiqat va safsata orasidagi madorlarga ko'milib yashayotgan bu holatimiz ma'lum ma'noda bizning kelgusi uchun daqqa aylanishni qabul qilayotganligimizdan, mal'unlikqa, haqdodiga yetkazib loyiqlashib qolgan xalq ekanligimizni isbotlab yashashga moyillashayotganligimizdan derak berib turibdi. Bundaq ofat xarakterlik zihniyatning bizni mashg'ul qilayotganligi bizningla emas, kelgusidagi avlodlarning tragediyasi bo'lib qolishi vaqt masalasi xolos. Bundaq qo'rqinchli kelajakning bugungi mas'uliyatkorlariga aylanishdan ortiq baxtsizlik fojia bo'lsinmi? Burhan Muhammadning suyuqlantirilgan mustaqillik va sotqinlik ko'langinlari nomli maqolasidan ilindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.